2 qavatli darvoza so'ragan yurtdoshlarimiz uchun navbatdagi nержавейкali 2 qavatli darvozamizda Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga olib kelib ustanovka qilib berdik. Ko'rishlaring mumkin. O'ta ideal holatda chiqqan. Bugungi videomizda shu darvozamizning materiallari, xo'p, narxlari, shular haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa darvozamiz o'sha hozir trendga chiqib turgan rosa ko'p bu darvozamizdan zakaz olinyapti. Xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqyapti. Mana shu yana bitta fayzli xonadonimizga olib kelib o'rnashtirib berganmiz. Bu xonadonimizga 10 yil oldin ham bitta darvoza o'rnatib berganmiz. Yonidagi uyga bu yerda endi Hasan, Husan aka-ukalar ekan. Birinchi o'sha Hasan akaniga qurib berganmiz. Mana oradan 10 yil o'tib shu eski hovlilari edi. Shu yerda yangilashib, chiroyli qilib uy solib qo'yishibdi. O'zlariga nasib qilsin. Biz darvozalarni o'rnatish yana bizga nasib qilgan ekan. Xudo xolasa olib kelib bugun ustanovkalarni tugatib berdik. Juda chiroyli bo'lgan. Razmeri yana ozgina kam 4 metr holatda. Bo'yi shu holati 335 yo 345 adashmasam. Azbek shunaqa edi bo'yi. Shunaqa holatda bo'lgan. Darvozamizda listlarimiz 2 qavatli bo'ladi. Mana shu to'rtburchaklarning orasida hammasida stiklobatalar bo'ladi. Mana bu lazer bo'lib turgan joylarimizda ham orqasi lisi 1.8 yo 2 lik lis bo'ladi. Lazer ham xuddi shu holatda narxlari teng bo'ladi. Korobkalarimiz, stoykalarimiz 80 ga 80 da 2 lik stenkalisidan, taglari 8 lik shiviller bo'lgan. Mana bu joylariga chiroyli holatda qilib nержавейкаlarda qo'yib berganmiz. Mana ruchkalari ham o'zlariga juda chiroyli holatda yarashib turibdi. Endi darvozamizning orqa holatini ham bitta ko'rsatib qo'ying. O'ting. Darvozamizning orqa ko'rinishi mana shunday holatda bo'ladi. Uzoqroqdan. Darvozamiz mana shunday holatda bo'ladi. Orqa yopilishlari sentr zamok, xohlaganlarga ruchnoy ham qilib berilaveradi. Xudo xolasa narxida farq qilmaydi. Orqa ko'rinishlari mana shunday holatda. Qoziqlari ham aylantirib 5 tadan 6 tadan chiroyli qilib qoqib berganmiz. Zamoklarimiz o'sha zubr zamok. O'sha hamma darvozalarimizga qo'yilyaptigan chiqadigan 3 talik, kalitlari 5 talik bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladiganidan bo'ladi. Darvozamizda shu holat 1 kvadrat metri 0.5 da ham o'ngdan uzoqroqda ko'rsatib. Kvadrat 1.300.000 so'mdan Vodiy va Toshkent bo'ylab dastavkalar, ustanovkalar ichida tayyorlab berilaveradi. Toshkentdan tashqariga faqat dastavka qilib beramiz. Narxlariga ozgina qo'shilib qoladi agar o'rnatib berish kerak bo'lsa. Lekin 1.300.000 ichida O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan, Vodiy va Toshkent bo'ylab ustanovkasi bilan bo'ladi. Kimga shunaqangi 2 qavatli va 1 qavatli darvozalar kerak bo'lsa, ekranda raqam qoldirib qo'yamiz, yoddan ham aytib qo'yamiz. 91 kodi bilan 284 00 94 raqamiga aloqaga chiqsalaring. Temir so'rilar, temir darvozalar, undan tashqari hovlilaringga va darvoza xonalaringga kazirok va naves xizmatlari ham kerak bo'lsa, aloqaga chiqarsizlar. Chiroyli qilib, xudo xolasa yetkazib berishga harakat qilamiz. Bo'ldimi?